Alama ko'rib tursa mana vakansiya sizlar uchun opti bor, yaxshi ishlaydigan bolalar bo'lsa, bemalol shu yerga kelishlaringiz ham mumkin. Agar kimda realni opt bo'lsa, hozir hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar, sizlarga bu rolikda shunday xush xabar bilan chiqib turibman. Mana oradan shuncha vaqt o'tib turib, dam olishdan keyin, hozir dam olishdan do'stlar qaytdim. Endi esa do'stlar ishni boshladik. Sizlarda bu rolik orqali do'stlar ko'plab vatandoshlarimiz hozir ish o'rinlari ochildi. Sizlarda esa bu ish o'rinlariga lutfan taklif etaman. Shuning uchun do'stlar rolikni boshini mana shu yerda like tugmasini bosamiz. Ko'proq vatandoshlarimiz bu rolikni ko'rsinlar, ishli bo'lsinlar, pulli bo'lsinlar. Rolikda esa do'stlar oxirigacha ko'ramiz. Moskovskiy oblastda do'stlar ish bor, manipulyator bor, samosval bor, avtokran bor 25 tonna. Ko'rib tursa, yangi texnikalar, hammasi yangi, sıfır texnika desam bo'ladi do'stlar buni. Shuning uchun bu firmaga ishga kirish uchun pogrushnik DCB bor, rossiyskiy pravo bilan ishga oladi. Oylik esa do'stlar stabilniy 150 ming rubl oklad bo'ladi. Sразу aytib o'taman. Pogrushnik DCBlar, ya'ni ish bo'lsin, bo'lmasin, siz ana shu oyligingizni bilasiz. Ish boshlangandan keyin esa do'stlar shu oyligingiz shu oylik bo'ladi, plus переработка ishlasangiz, buning uchun esa отдельно to'lanadi. Qolgan texnikalar bo'lsa, masalan, samosvallar bor, manipulyator bor, avtokran bor. Bu texnikalar uchun do'stlar желательно rossiyskiy pravo deydi, balkim o'zbek pravo bilan ham olib qolishi mumkin ekan. Agar siz yaxshi ishchi bo'lsangiz, oldindan ishlab yurgan bo'lsangiz, xullas optingizni ko'rsatsangiz, o'zingizni ko'rsatib yaxshi ish ko'rsatsangiz, balkim bu texnikalar ham sizni o'zbek o'zingizning pravongiz bilan ham olishi mumkin. Shuning uchun ish bo'yicha deb turib, mana hozirning o'zida boshimdan qoldirib o'taman. Bemalol telefon qilib turib so'ylashasizlar. Qolgan условия проживания Granitsa masalasida kichkinagina sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Ko'pchilik so'rab turibdi hozir, qachon chiqamiz, qanday vaqtda chiqamiz deb. Moskva vaqti bilan soat 7 dan boshlanib to 12:01 gacha granitsa bo'ladi. Mana shunday lyuksoy mashinalarda, granitsadan klientlar telefon qilib turibdi. Yozning jazirama kunida mana shunda salqin lyuksoy mashinada borib kelasizlar, qaranglar. Moqchi bo'lgan aka-ukalar lyuksoy alohida podlokotniklar ham bor, ko'rib turibsizlar. Mana qo'lda qo'yib bemalol borib kelasizlar. Ekranda nomer ko'rib turibsizlar, telefon qilinglar. Shoshilinglar. Mana shu kun xudo xolasa olib ketaman hammangizdan. Bundan tashqari sizlarga firma yotoqxona beradi, bazaning o'zida, вообще Euro stilda bu narsalar remontlangan. Yotoqxonasi bor, kuxnyasi bor. Bundan tashqari даже bilasizlarmi, parelkasi ham bor. Ishdan chiqib bemalol hordiq chiqarishingiz mumkin. Shu darajada ishchilar uchun shunday usullar yaratib berib qo'yibdi. Hamma joyda ham yo'q lekin bunday usullar. Oyligingizga kuyib qolmaysiz, oymay pulingizni olaverasiz. Glavnisi o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, o'g'irlik qilmasangiz, hech joyda kuyib qolmaysizlar hech qachon. Bu yerda ishlab yurgan bolalar ham bor. Agar xohlasanglar nomerlarini berishim mumkin. Men bilan bog'lansangiz, yo bo'lmasam xozayin bilan telefon qilib, mana ish bo'yicha deb ko'rib turasizlar. Telefon qilasizlar, rus tilida gaplashinglar. Firma Dagestan firma bo'ladi. O'zimiz musulmon birodarlarimiz, aldov yo'q, mashinistva yo'q, kidala yo'q. Sizlarni ishontirib 100% override eta olaman. Bu firmada unday masalan aldov yo'q. Glavnisi o'zingizga to'q bo'lsangiz, ish bilsangiz, yaxshi ishchi bo'lsangiz, ana shuni o'zi dastlashni. Vaqtima oymay oylig'ingizni olaverasiz. Ishlab yurgan, davolniy bo'lib yurgan bolalar bor bu yerda. Dam olib keladi, yana qaytadan shu firma. Nechun endi firma nadejniy. Oldindan necha yillar davomida ishlab yurdilar bu yerda. Samarqanddan bor, xullas o'zimizdan, bizdan Qoraqalpoq tarafdan bolalar bor, Ozarbayjondan bor, Qirg'izistondan ham даже bu yerda bolalar ishlab yurdi. Oldindan ko'p bolalar ishlaydi. Nechun endi firma hozir nadejniy, hozir Rossiyada firma kattayib turibdi. Ana shuning uchun texnikalar esa ko'payib ketgan. Ana shu texnikalarga mashinist kuchi yetishmay turibdi. Shunday ekan, bemalol men atimdan telefon qiling. Bog'laning, ish sizga ma'qul bo'lsa, пожалуйста, boring, ishga kiring ana shu yerga. Komment yozib ketasizlar keyin xudo xolasa. Sen orqali ishga kirdik deb turib. Rasmlarni ko'rib o'tdinglar mana условияларni. Ana shunday Euro remontda условиялар bor bu yerda. O'tgan yil ro'vdan chiqarib ham o'tganman bu firmani. Silkisini hozir tepadan ko'rishingiz mumkin. O'tgan yil ham masalan vatandoshlarimizni ishlab yurganini, qancha oylik olib yurgan bolalarni bu yerda chiqarib o'tganman. Shunday ekan aka-ukalar, ishsiz yurgan vatandoshlarimiz ham mana shu rolikda jo'natamiz. Kim spesifikaga ishlab masalan avtokran haydashi mumkin, manipulyator yo bo'lmasa samosvallarga ko'plab odamlar WhatsAppdan ish so'raydilar mendan. Mana shu firmaga borib, o'zingizni sinab ko'ring, ish ko'rsating, keyin esa qolgan narsalarni dogovor etib turib, dalsha ishni boshlaysiz do'stlar. Shunday ekan, sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar bizarlik xizmatlarimiz kerak bo'lib qolsa, mabodo kim spesifika, JCB, X-Quater va shunga o'xshash spesifikaga o'qishni xolasa do'stlar, 1,5-2 oygacha vaqt oladi. Bu narsani sizlarga ayta olaman. Bugun topshirib, ya'ni ertaga olamizlar, чисто legalniy 10 yillik garantiyasi bilan faqatgina bizning uchumli sentrimiz orqali siz pravo olishingiz mumkin. Granitsa xizmatlarimiz bor. Haftaning har kuni esa bizda reys bor do'stlar. Siz hozir chiqishdan oldin bilaman qo'rqib o'tiribsiz. Rossiyadan hozir chiqib kelsam qaytib kira olmayman degan sizda hozir shug'aniya bor ichingizda. Qaytib kira olmayman, ishimdan ayrilib qolaman degan. Agar chiqmasdan hozir siz yuraversangiz deport bo'lib ketasiz, yo bo'lmasa zapret bo'lib qolasiz.
Shuning uchun dokumentlarni taxlab olinglar, bez dokument umuman yurmanglar, reyestrga tushib qolasizlar. Polniy xullas sizga reyestrga tushganmisiz, yo bo'lmasam sudebniy pristav qo'yib ketganmisiz, ne chipingiz bo'lsa, koronadan qarzingiz bormi, kreditingiz bormi, yo bo'lmasam boshqa narsami, rozыскdamisiz, даже bu narsalarni sizga polностью отчет satib olib turib, ko'rsatib bera olamiz sizga chiqishdan oldin. Bunday xizmatlarimiz ham bizda bor. To'liq bizlarda bor bunday narsalar. Polностью отчет ichki ishlar bilan bizlar hamma narsani tekshiramiz, ko'ramiz. 100% o'verim bo'lib turib, keyin sizni olib keta olamiz. Odam sonidan, любой odamni ko'chadan olib keta olmaymiz. Bizlar ham bu odam ekan deb turib. Biz bilan bu xizmatlarimiz bo'yicha bog'laning, O'zbekistonga ketmoqchimisiz, kelmoqchimisiz, даже yuk xizmatlar ham bizlarda bor. Mana shu ikkita nomer постоянно ishlab turadi. Bu endi bizning tirikchiligimiz. Shunday ekan, rolikni ko'proq podelisak qilib, поддержка qilib qo'yamiz aka-ukalar. Ish bo'yicha do'stlar nomerlarni boshdan qoldirib o'tdim. Daim deb yozilgan. Shu odamga telefon qilasiz. ishga borasiz, пожалуйста. Ish bo'yicha telefon qilinglar to'liq u nomerga. Bizga esa bizning xizmatlar bo'yicha telefon qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunda hamma bilan salom alayk, didor g'animat nasib qilsin. Gaz, like bosib, podдержка qiling kanalda. Tak, Elyarbek, tabriklaymiz. 4-razred edi, 7-razred qalmashtirdik, ha? Mumkinmi bir ko'rsatib qo'ysangiz orqa tarafini? Ruslan, tabriklayman. Hammasi yes bo'ldimi, yaxshimi? Ekskavatorchi, ha, Ruslan? Oylik qancha? 150-200 oladi ekan mana Ruslan oldindan ishlayveribdi ekskavatorda. Tak. Tabriklayman Rustamboy. So'ngishdan ko'rishkidan prova olingan, endi hozir yangilab oldik, ha? Yangi razryad bilan olindi, to'g'rimi? Tak. Rustamboy mana hozir Rustamboy o'zing qayerdan bo'lasan? Namangandan Rustamboy so'ngishdan ko'rishkidan olgan ekan, o'tgan yil hozir kategoriya qo'shib razryadlarni oshirib oldi. Mana hozir Elyar oldin nimadan olgan edi, so'ngishdan ko'rishgan, hozir bu yerda 7-razredni ko'rib tursiz, 7-razred bo'ldi, to'g'rimi? Tabriklayman. Bo'ldimi hammasi? Rustamboy. Sog' bo'ling. Izbullah, tabriklayman. Eng kichkinasi bizlarda hozir ukamiz. Tak, bu mana Izbullahning provasi 2006-yil bola, 18 yoshda. Tabriklayman. Hammasi normalmi? Bo'ldi, mana Shahruh bu yoqda. Shahruh, tabriklayman. Qani qo'lingdagi. Ha, sizlar ikkalanki biri, senikini ko'rsatmay qo'y, ikkalanki biri buni ko'rsatib qo'yamiz. Tak, bu bolanikini ko'rasizlar mana. 4 ta kategoriya, 4 ta особый отметка bo'ldi mana. Agar kim olmoqchi bo'lsa, mana shunda 4 ta kategoriya, 4 ta особый отметка murojaat qilaverasizlar. Tabriklayman bolalar. Hammasi ko'ngildagidek bo'ldimi endi bu safar? O'tgan safar sizlarda 2 ta особый отметка kam bo'lib qolgan edi, uni ham mana to'g'rilab berdik, to'g'rimi? Bunisiga даже bitta kategoriya pодарок bo'ldi sizlar uchun. Tabriklayman sizlarni, Shohboz. Siz qayerdan bo'lasiz? Samarqanddan. Qayeri? Urgutdan, Samarqanddan 3 ta kategoriya bo'ldi, to'g'rimi? 3 ta особый отметка. 6mi razredlari? Bo'ldimi bolalar? Yesmi hammasi? Rozimisizlar? Murojaat qilsinmi hamma? Gap yo'q bolalar.